undan uzoqroq yurgan ma'qul. Lekin va'da berib qo'yganmiz. Kechiring iltimos. Ko'rib qoldi. U birdan qaraganida endi o'ldim deb o'ylagan edim. Ahmoqmisan? U seni ushlab olgan bo'lsa, nimaga meni bu yerga olib kelding? Endi bundan keyin yana ham ehtiyotroq bo'lishim kerak. Ha, qattiq ishlashing yaxshi, lekin ehtiyot bo'lishing kerak. Tamom bo'ldi. Kimsan? Nega meni kameraga olding? Bilasizmi, sizni taekvondo texnikangiz juda ham ajoyib ekan. Shunaqami? Yaxshi sniper, shunda davom et. U qanday muomala qilishni biladi. Bu maxluq bilan jang qilishga qaror qilganim yo'q hali. Qolaversa, bunga birorta sababim ham yo'q. Adolat uchun qahramonlik qiladigan odam emasman. Jang qilganimda ham bu turishimda uzoqqa